Ko'p ustalar bitta iborani ishlatadi, kam bersin, g'am bermasin. Lekin bu aytgan iborani bitta o'ylab ko'rish kerak. Bu nima degani? Bu degani riskdan qo'rqaman, bosh og'riq kerak emas degani va o'sish yo'q degani bu. Nima uchun riskni olish kerak? Hozirda siz oilangiz bor, bolalaringiz yosh, xarajatingiz kamroq. Inson karyerada ko'tarib ko'proq pul topish uchun harakat qilish kerak. Yo xatolik bilan o'rganasiz yoki ustozdan o'rganasiz. Endi boyagi xarajatni aytaylik, oila yosh bo'lsa agar, kamroq xarajat, kattalashib kelsa, ularda xarajatlari ko'payib ketadi. Siz agar o'sha holatda bo'lib qolsangiz agar, pulni yetkazib olmay keyin qarzga botishlar shundan kelib chiqadi. Shuning uchun risk qilishdan qo'rqish kerak emas. Nimadir yangilik o'rganish kerakmi? Harakat qilish kerak, o'rganish kerak va inson rivojlanishi kerak. Ko'p topish degani o'sha oilangizni yaxshilashtirasiz, farzandlaringizni yaxshi joylarda o'qitasizmi? Mana shularga juda ham katta ta'sir tegadi. Shuning uchun harakat qilib o'sishga nazarda berish kerak.